hurmatli Nuqat Qog'oz kanal qatnashchilari. Bugun kunga 29 oktyabr 2023 yili biz O'sh oblast Nuqat rayoniga qarashli Qaratash aylıq hukumatining Qamchi Yunus atındagi o'rta maktabning stadionida top bo'lib жатadi. Shu yerga keldik. Bizdan olsa like bosgan mutasaddiqlar, hurmatli. Hozirgi o'yin Qadamjoy bilan Aqsuning o'yini ekan. Aqsu rayoni, Qadamjoy rayoni. Başka yerden ma'lumot oladi. Bizden olsa like bosgan mutasaddiqlar. Ketdik. Hurmatli tuğanlar, Qadamjoy bilan Aqsu o'yin o'tadi ekan. Qadamjoy sol joqda, Aqsu o'ng joqda ekan. Qarangizlar. Hurmatli tuğanlar. Turak degende 17 geçiyor. Geldi. Flaşa panel geliyor. Kafana bekliyor. Bu bakacağız zaten kim oldu? Orada arkasıyla kaçtı diye. Sakladı gene. Çok dostlar. Ver şu. Şu barğanda bayanlar var. Bu da uzun olayım. Para. Yer Begaliga. Can geldi. Onlar Qadamjoy bilan Aqsu. Aqsu o'ng joqda, Qadamjoy sol joqda ekan. Onlar qarangizlar. Odam soni ko'p. Çok şık bo'lib жатadi. Mutlaka qarangizlar. Şu Nuqat Qog'oz kanalına abone olun. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Ko'rishga sog' salomat bo'linglar. Nuqat Qog'oz kanalida doim sizlarga xizmatingizda.